Qo'rg'ononda tashkillashtirilgan ko'rgazma viloyat tarixida ilk bor o'tkazilyapti. Aniqrog'i, bu tashabbus hudud imkoniyatlaridan kelib chiqib, yangi qo'y turlarini ommalashtirishga qaratilgan muhim tashabbus deyish mumkin. Yuqorida ko'rganimizdek, bu loyiha orqali yo'qolib ketish arafasida bo'lgan va voha iqlimiga mos xoriy zotlarni namoyish qilish chorvadorlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ham ochmoqda. Arashan qo'y zotlari bo'yicha ko'rgazmamiz bo'lib o'tyapti. Haqiqatan ham arashan qo'y zotlari mana shu so'nggi yillarda O'zbekistonga olib kelingandan keyin o'rganishni boshladik. Hozir ko'pchilik chorvadorlarimiz arashan qo'y zotiga qiziqishini sababi u go'sht yo'nalishida tez yetiluvchan hisoblanadi. Tirik vazn jihatidan ham juda ham tez vazn olish xususiyatiga ega. So'nggi 2-3 yilda kuzatib boryapman. Hozir mana shu ko'rgazmaga ham olib keldik. Arashan toza qonli qo'chqorlarini o'zimiz oddiy mahalliy ona qo'ylariga qo'yib, ulardan birinchi avlod qo'zilarini o'zida o'zgarish ko'rishimiz mumkin. Tirik vazngacha 70 kilogacha oddiy chatishma qo'zilarni ko'rishimiz mumkin. Keyin eng afzal tomoni arashan qo'y zoti iqlimga nisbatan injiq emas. Mana Buxoroni cho'l sharoitida ham boqyapmiz. Buxoroni issig'ida, sovuq hududlarda ham boqyapmiz. Mana Vodiy, Toshkent viloyati kabi tog'li hududlarda ham boqyapmiz. Arashan qo'y zoti umuman iqlimga injiqligi yo'q. Ozuqa nuqtai nazarida ham xuddi shunday. Endi nafaqat go'sht, balki yog', dumba yig'ish xususiyati ham juda yuqori. Hozir Qirg'izistondagi arashan qo'y zotini naslchiligi bo'yicha ishlaydigan shu naslchilik xo'jaliklari bo'yicha ham ish olib boryapti. Ular bilan hamkorlikda ulardagi o'sha toza liniyalarni, qo'chqorlarni Buxoroga olib kelib, o'zimizni oddiy ona qo'ylarga chatishtirib, nasib mana shu 2-3 yil davomida arashan qo'y zotini ko'paytirib, Buxoro tarixida muhrlaymiz. Ko'p yil jaydari qo'y boqqan mutaxassis